Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Erka Bulanni jangini ko'rdilarim, men bundan sari aytib qo'yay. Malades ispancha chiqib, qo'lidan kelgancha urushdi. Yiqilgan bo'lsa ham turdi. Erka Bulanni ham uxlatdi. Bizni bayislarda bir narsani bilinglar. Bitta xarakter bor. Bitta odam kalti yesa, sirazi ikkinchi bayisimiz men qasos olmoqchiman, jon opiramga sharaflar bo'lsin, jon opiram deb chiqadi. Undan ko'ra padeshga qilib, Saturn turib, Saturnga yomonlik niyatim yo'q. Saturn turibdi. Ispancha kalti edi. Endi ispanchadan kuchliligini ko'rsatmoqchi bo'ladi birpasda. Mikrofonni olmoqchi bo'lyapti, mikrofonni bermayapti. Erka Bulan, men sen bilan jang qilmoqchiman. Bizi bayislarimiz bir-birini dushmani, bir-birini ko'rgani kuni yo'q. Bitta odam jangga chiqib ketyapti, duo qiladi, ilohi ilovonda yutkisin, Allohu akbar. Paddeshga qiylar undan ko'ra bir-birlaydi. Bitta odam yiqilsa, so'rab o'rniga almashyotiga chiqib oladi bittasi. Men solishaman. Men O'zbekiston udallarini ko'rsataman. Bizga seni udallaring kerak emas, O'zbekistonda shunday udallarini bu odam ko'raveradi. U seni bitta buni hata bilan O'zbekistonda tanib oladi degan nima emas. U O'zbekistonda yetak shunday ham tanib yotishadi. Jonlaring sog' bo'lsin, to'g'ri bo'lsa, gapimga qo'shilsalaring, hayda qilib qo'yinglar.